Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi Pentagon bilan Kanada Davlat Mudofaa Ministerligining hamkorligida 18 noyabrdan 20 noyabrgacha Kanadada o'tkaziladigan Halifax xalqaro bexatarlik munbirining yig'iniga qatnashish uchun 16 noyabr Germaniyadan Kanadaga yetib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa apandim 17 noyabr kuni kechda Kanada Sharq Turkiston jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Toronto shahrida Kanadadagi bir qism Uyg'ur jamoati bilan uchrashish elib berib, ularga Sharq Turkiston davosining navbatdagi yangi yuzlanishi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining xalqaro sahnalarda elib berayotgan faoliyatlari, shundaqla 9 noyabrdan 10 noyabrgacha chaqirilgan Bryussel xalqaro Uyg'ur munbiri yig'ini haqida ma'lumot berdi. Ham qarindoshlarimizning milliy da'voyimizga munosabatli turli savollarga astoydillik bilan javob berdi. Dolqin İsa apandim sözüde uzun yıllardan bu yan Dunyo Uyg'ur qurultiyini moddiy va ma'naviy jihatdan yaqindan qo'llab kelgan va milliy mustaqillik kurashimiz uchun zo'r fidokorliklarni ko'rsatib kelgan Kanada Uyg'ur jamoatiga alohida minnatdorlik bildirish bilan birga xalqaroda zo'r davolg'ish yuz berayotgan butun dunyoning diqqat e'tibori Ukraina urushiga markazlashgan bugungi kundami yana Uyg'urlar masalasining xalqaroliq zo'r masalalarning biri sifatida BDTda Yevropa parlamentida, Amerika Davlat Majlisida va boshqa xalqaroliq sorunlarda har kunidagidek tilga ilinib kelinayotganligini. Amerika Davlat Majlisida va boshqa xalqaroliq sorunlarda har kunidagidek tilga ilinib kelayotganligini. Şoňa Sharq Turkiston xalqining umidvor bo'lishini ta'kidlash bilan birga milliy da'voyimiz uchun qisqa va uzun muddatli tayyorlik qilishimiz lozimligini bildirdi. Qurultay raisi Dolqin Isa apandim bugun, ya'ni 18 noyabrdan e'tiboran Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi Pentagon bilan Kanada Davlat Mudofaa Ministerligining hamkorligida Kanadada o'tkazilgan Halifax xalqaro bexatarlik munbirining yig'iniga qatnashishga boshladi. Yig'inning tunji kuni o'tkazilgan bexatarlik nada degan temadagi birinchi suhbat bo'limiga Dolqin Isa apandimning bir qism yuqori darajalik davlat rahbarlari bilan birga sahnaga so'zga taklif qilinishi yig'in ahlining va kuzatuvchilarining alohida diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Bugun Halifax xalqaro bexatarlik munbirining direktori doktor Yanis Stein xonimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan bexatarlik nada degan temadagi birinchi suhbat bo'limiga Dolqin Isa apandim bilan birga Estoniya prezidenti Alar Karis, Kanada davlat bexatarlik ministri Anita Anand xonim va Amerika senatori Shain xonim sahnaga da'vat qilindi va ular o'zlarining dunyo bexatarlik masalasi haqidagi qarashlarini o'ttirib qo'yishdi va riyosatchining bu vaqtdagi savollariga javob berdi. 3 kun davom qildigan mazkur yig'inga 70 dan ortiq davlatdan hukumat rahbarlari, yuqori darajalik harbiy amaldorlar, generallar, tadqiqotchilar, yozuvchilar, savdo sanoat sohasidagi arboblar, xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullaridan bo'lib 300 nafardan ortiq vakil taklif qilindi. Dolqin Isa apandimning bu qitimqi Halifax xalqaro bexatarlik munbiri yig'ini jarayonidagi faoliyatlarining tafsilotini keng qitimliq anglitishimizda ayrim diqqatingizga taqdim qilamiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini butun dunyo miqyosida keng ko'lamda xotirlash uchun jiddiy tayyorlanmoqda. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Dunyo Uyg'ur qurultiyining arzi bilan 2020-yili Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi 2021-yili 9 dekabr kuni Xitoy hukumat Uyg'urlar qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotdi deb hukm chiqargan. Va Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa apandim Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilingan 9 dekabr kunini Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitganligini jakarlagan. Qurultayning bu qarori ayni chog'da xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlarining va muhojirat yashayotgan qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga erishgan edi. Qurultay markaziy ishxonasining stansimizga bildirishicha, 20 noyabr yakshanba kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'ini chaqirilib, qurultay raisligi tarafidan 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunida ilib beriladigan faoliyatlar haqida tuzib chiqqan 10 necha moddalik plani qurultay rahbarlarining va har qaysi ellarda faoliyat ilib berayotgan qarindosh tashkilotlarimizning mas'ullarining ko'rib chiqib ma'qullashiga suniladi. Va 21 noyabr dushanba kundan e'tiboran 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini xotirlash haqida butun dunyo miqyos bo'yicha umumiy safarbarlik va tashviqot harakati boshlatildi. Analizchilar garchi hozir qadar bir hukumat va 9 parlament Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy qabul qilgan bo'lsa-mu, ammo bularning hammasining bir siyosiy qaror ekanligini, Uyg'ur sud kollegiyasining o'tgan yili 9 dekabrda chiqargan qarorining bo'lsa, xalqaro qonuniy tartiblar va asoslar, shundaqli ko'p taraflamalik dalil paketlarga tayanib chiqargan qonuniy hukm ekanligini, Şoň Dunyo Uyg'ur qurultiyining 9 dekabrni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb e'lon qilishning to'liq o'rinli ekanligini ifoda qilishmoqda.
Dünya Uyghur Qurultayının bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin xonim Amerika Xalqaro Cumhuriyet Instituti tarafidan Latin Amerika davlati Guatemalaning Antigua shahrida o'tkazilgan demokratiya va kishilik huquq uchun kurash qilayotgan yosh liderlar xalqaroliq muhokama yig'iniga alayda taklif bilan qatnashib, dunyoning har qaysi ellaridan kelgan yosh liderlarga Sharq Turkistonning umumiy vaziyati va Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida ma'lumot berish fursatiga erishdi. Bu tunji qatim bir Uyg'ur yoshining mazkur yig'inga taklif qilinishi va qatnashishi bo'lib hisoblanadi. Yilda bir qatim o'tkaziladigan mazkur xalqaroliq yig'inga dunyoning har qaysi ellaridan 50 nafardan ortiq yosh lider bevosita kelib qatnashdi. 14 noyabr boshlangan va bir hafta davom qilgan yig'in jarayonida iqtidorli yosh siyosiy faoliyatchimiz Zumratay Erkin xonim Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini yig'inning asosli kun tartiblarining biriga aylantirdi. Ve yosh liderlerge mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy xalqlarga qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining hozir qadar Amerika hukumati, Yevropa parlamenti va boshqa 8 davlat parlamentlar tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilinish jarayoni, Dünya Uyghur Qurultayının arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining xalqaro qonuniy asoslarga va ko'p taraflamlik dalillarga tayanib chiqargan o'tgan yili 9 dekabrda chiqargan hukmining mazmuni, BDT kishilik huquq oliy komissarligining Uyg'ur vaziyati haqida bu yil 31 avgust e'lon qilingan doklatining mazmuni va BDT a'zo davlatlarning mazkur doklatga qaytargan inkaslari, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish maqsadida 9 noyabrdan 10 noyabrgacha chaqirilgan Bryussel xalqaro Uyg'ur munbir yig'inining ahvoli qatorliq nihoyat keng mazmunlarda tafsiliy ma'lumot berdi. Uyg'ur masalasiga ancha tonishliq bo'lmagan Latin Amerikasidagi yosh liderlar Zumratay xonimning Uyg'urlarning navbatdagi ichinishlik vaziyati, bo'libmi jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi, majburiy tug'mas qildirish, majburiy dinsizlashtirish, bolalarni ota-onalaridan majburiy ayirib etish, majburiy xitoylashtirish, karantin tadbirlarini bahona qilib Uyg'urlarni qasdan och va davolanishsiz qoldirib o'limga qislash qatorliq jihatlarda bergan ma'lumotini anglab dahshat kuchishdi va buningdan keyingi faoliyatlarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini kun tartibga ilib keldiganligi haqida va'dalar berishdi. Zumratay xonim bir haftalik yig'in jarayonida dunyoning har qaysi ellaridagi yosh liderlar bilan yaqin hamkorlik munosabati o'rnatish fursatiga erishdi. Chet ellik mutaxassislar Xitoyning O'rta Osiyo ellariga ta'sirining barg'ansir kuchayishining Uyg'urlar uchun intayin foydasizligini ilgari surmoqda. Tojikistonning Xitoyning qarz to'siqiga tushib qilib, buning badalini zamin o'tnib berish va Vaxan koridorida Xitoyning askariy baza qurishiga yo'l qo'yish bilan o'tganlik ilgirki matbuotlarda ko'p tilga ilingan edi. Tadqiqotchilar O'rta Osiyodagi Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'iziston jumhuriyatlarining o'xshash taqdir yuzlanayotganligini ilgari surishmoqda. Hindistondagi eng chong aqllar ombiri bo'lgan kuzatuvchilar tadqiqot fondi jamiyati yaqinda Xitoyning O'rta Osiyoga bo'lgan ta'sir kuchi kunsiri yuksalmoqda nomli bir maqola e'lon qildi. Maqolda Xitoyning qarz to'siqiga tayanib, O'rta Osiyo ellaridagi ta'sirini barg'ansir kuchaytirayotganligi, buning Uyg'urlar uchun zo'r darajada foydasiz ekanligi bayon qilingan. Maqolada sobiq Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonga qarta sezgirligining eshib ketganligi, Xitoyning 1996-yilda qurilgan Shanxay hamkorlik tashkilotidan Sharq Turkistonning bexatarligi uchun foydalanayotganligi, bu tashkilotning yana O'rta Osiyodagi Uyg'urlarni cheklash va nazorat qilish vazifasini ustiga olganligi izhor qilingan. Maqolada 10-oyda BDTda o'tkazilgan Uyg'urlar masalasini kishilik huquq kengashida muzokara qilishga ovoz berish yig'inida Qozog'iston va O'zbekiston Xitoyning tarafini tutib bilet tashlashdan bir qancha kun burun Xi Jinpingning bu ikki davlatni ziyorat qilib 4 milliard 100 million dollarlik iqtisodiy kelishim imzolaganligi tilga ilingan. Maqolada Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekiston qatorliq Turkiy jumhuriyatlarining nima uchun Xitoyning sızgan sızg'idan chiqolmaydigan holga kelib qolganligini Xitoyning qarz to'siqiga bog'lab tahlil qilgan. Maqolada bayon qilinishicha, Qirg'iziston 1994-yili Xitoydan 7 million 400 ming dollar qarz olgan bo'lib, 1998-yili yana 1 milliard 470 million dollar qarz olgan. O'zbekiston 2005-yili Xitoydan 600 million dollar qarz olgan. 2009-yili Xitoy Qozog'iston neftligiga 10 milliard dollar mablag' solgan. 2011-yili Turkmaniston Xitoydan 4 milliard 100 million dollar qarz olgan. Xitoy yana Shanxay hamkorlik tashkilotiga 10 milliard dollar pul qo'yib, bu tashkilotga a'zo ojiz davlatlarning foydalanishi uchun sarf qilgan. Maqolada mundaq bayon qilindi. 2014-yildan buyon Xi Jinpingning Xinjiang rayoniga qarta boshqarishni kuchaytirishga ergishib, kishilik huquqni dafsanda qilgan bir yurish siyosatlar amaliylashib boshladi. Nazorat darajasi kuchaydi. Xitoy kommunist hokimiyati 1200 jazo lagerini qurib chiqib, Uyg'ur, Qozoq, O'zbeklarni o'z ichiga olgan 1 milliondan ortiq insonni qamadi.
Xi Jinping özünün az sonliq millatlarga yurgizayotgan zulmlarga nisbatan O'rta Osiyo elləridəki ularning qarindoshlarida qo'zg'algan noroziliklarni bir balvoq bir yo'l tashabbus ostidagi iqtisodiy kuchining ta'siri va O'rta Osiyo jumhuriyatlariga solgan mablag'larning kuchi bilan unumli holda tizginlash maqsadiga yetdi. O'rta Osiyo jumhuriyatlari texi o'z yurtidan qochib chiqqan Uyg'ur va qozoqlarni tutib, hatto Xitoyga qaytarib berdi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.